Sure Bakara 25. ayetten başlar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinden Uygurca tercümesinin Sure Bakara'nın 25. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman etgan ve yaxşı amellerini kılganlarga ularning ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyoda rizqlantirilgan edi deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Jannatlarda ularga pak jubtilar, ya'ni hurlar berildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Taqvodor mu'min kishilarga berilgan mukofot. Alloh taolo o'zi va barliq payg'ambarlardan tangan ve düşman bo'lgan baxtsiz kafirlarga tayyorlagan azobini bayon qilib bo'lib, orqadanla Allohga va Allohning payg'ambarlariga ishongan, ishonchisini amal ibodat bilan ifodalagan taqvodor baxtlik mu'minlarga qiyomat kunida tayyorlangan mukofotlarni bayon qilishni boshladi. Boshda bir narsani bayon qilib, orqasida uning qarshisini bayon qilish Qur'onning uslubidir. Allah mu'minlarga mukofot berish haqida mundaq dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Allah jannatlarni ularning daraxtlari ve turar uylarining ostidan o'stanglar iqib turdi deb sifatladi. Hadiste mundaq deb keldi. Jannatning o'stanglari jannatning ham yerlarida oqadi. Yana bir hadisda jannatdagi Kavsar ismli o'stang haqida mundaq deb keldi. Jannatdagi Kavsar ismli o'stangning ikki qirg'iqi qulula qipidan bo'ladi. O'stangning tegi eng yaxshi ipordan, ushshoq toshlari unchi marvoyitdandir. Ey Allah, bizni şu cennetler bilen mukofotlashishni tilaymiz. İbn Abu Hatem Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatning o'stanglari do'ngning tegidan yoki ipar tog'larining ustidan etilib chiqadi. Jannatning mevalarining bir-biriga o'xshib ketadiganligi. İbn Abu Hatem Yahya ibn Abu Kasirning ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyoda rizqlantirilgan etiq deydi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatning o't cho'plari zeprandir ve onun kum tuproqlari iparıdır. Cennet mulazimleri cennet kirgen mu'min kishilarning atrofida meyvelerini götürüp aylanib yurdi. Ular şu meyveden yeydi. Onundan keyin mulazimlar yana u meyvelerga o'xshash meyvelerini elib keldi. Cennet kishilar o mulazimlarga bu meyvelerini hiliroq elib kelgan edinglarga deydi. Mulazimlar ularga buningdan yeb yiqinglar, rangi o'xshagan bilan ta'm o'xshamaydi deydi. Bu Alloh taolaning ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi degan oyatining ma'nosidir. Ikrima bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Jannatning mevasi ko'rinishda dunyoning mevasiga o'xshash, lekin ta'mi o'xshamaydi. Sufyan Savri
ibn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatdagi narsalarga dunyodagi narsalarning faqat ismila o'xshashib ketadi. Jannatdagi kishilarning ayollarining nihoyat pok ekanligi. İbn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın Allah Teala'nın cennetlerde ulağa pak cübdiler yani hörle berildi degan ayetinin ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Yani hörle kishilar yerginadigan har xil paskinchilikdan pokdir. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Hörle ayollarda bor bo'lgan odat, cho'ng kichik tarat, balg'am, tükürük, mani kelishdan ve bola tug'ishdan xolidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi. Ular kishilar yirgindigan har xil paskinchilikdan va gunohlardan xolidir. U yana bir rivoyatda mundaq deydi. Hörler dunyodagi ayollarda tepiladigan oila qayza va har xil bola tug'ish, tarat so'ndirishga o'xshaydigan ishlardan xolidir. Ata, Hasan, Zahhak, Abu Solih, Atiya va Suddilarmi bu oyatning ma'nosini yuqoriga o'xshash bayon qildi. Alloh taolaning ular jannatlarda mangu qoladi degan so'zi baxtning eng yuqori chekidir. Ular ikkinchi qitim o'lmaydi. Mangulik baxt ichida yashaydi. Alloh taoladan bizni shularning qatorida qilishni tilaymiz. Amin. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Mu'minlar bo'lsa, uni Robbi tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kafirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qildi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan shayini üzüp qo'ydi. Ya'ni sil rahmini qilmaydi. Yer yuzida buzuqchilik qiladi. Ayni shular ziyon tortqichlardir. Suddi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo o'zining ular go'yoki kechida isinish va yorug'liq ilish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. Yoki ular zulmatlik, guldirmomlik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan degan oyatida munofiqlarning ahvolini bayon qilib ikki misol keltirganda munofiqlar mundaq dedi. Allah buningda kichik misollarni keltirib yurmaydi. Ondan Allah yuqoridagi ikki oyatni 26-27 oyatlarni nozil qildi. Sa'id bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sheksizki Allah haqiqatga aloqador narsa bo'lsa, mayli u oz bo'lsin yoki chiq bo'lsin, uni bayon qilishdan tortinib qolmaydi. Alloh taolo o'zining kitobida chivin va o'michikni misol qilib keltirgan chaqda to'g'ri yo'ldan izib ketgan kishilar Allah bu narsalarni bayon qilib nimani iroda qildi dedi. Ondan Allah bu oyatni nozil qildi. Dünyani o'xshitib keltirgan misollar. Dünyani o'xshitib keltirgan misollar. Abu Ja'far Rozi bu oyatning ma'nosi haqida Rabi' ibn Anasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu
Allah Teala'nın dünyanın ahvalını bayan kılıp keltirgen misalidir. Çünkü paşı degen qorsig'i aç tursa hayat keçirdi. Qorsig'i to'ygan aman ölüdü. Allah Kur'an'da bu misal arqılık ahvalını bayan kılıp kelgen kişiler goya şu paşıga o'xshash bulup mal dunyoga to'ygan amanlar Allah ularni halak kılıdı. O bu sözge delil kılıp buni ayetni okudu. Ular özleriga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sınash uchun paravonlikning hamma eshiklarini ichib o'tdi. Ular taki özleriga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Yuqoridagi oyatning ma'nosi Allah meyli qandaqlı bir çoğun yoki kichik narsa bo'lsin, o narsa bilan misal keltirilganligidan tartinib qolmaydiganligini bayon qildi. Allah hakikaten paşa ve onundan mı kichik narsalarni misal qilib keltirishdan tartinib qolmaydi degan oyatining ma'nosi, ya'ni Allah paşini ve onundan çoğun yoki kichik har qandaq narsalarni misal qilib keltiralaydi deganlikdir. İmam Muslim Ayşe radıyallahu anhadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Tiken yoki onundan cho'ngroq narsa bilan bir musulmonga musibat yetgan bo'lsa, buning sababi bilan u musulmon uchun bir daraja savob yezilib, bir xatolikni o'chirildi. Payg'ambar alayhissalom bu hadis orqali Alloh taolaning pashiga o'xshash eng kichik va oddiy narsa bo'lsa-mu, uni kichik ko'rmay misol keltiradiganligini, pashini yaratishdan bosh tortmaganidek tuvandiki so'zlarda chivin va o'mchik bilan misol keltirganiga o'xshash uning bilan misol keltirishdan bosh tortmaydiganligini ifodaladi. Allah chivin ve ömüçük bilen misal keltirip mındak dedi. Ey insanlar, yani müşrikler camiası, bir misal keltirildi. Ona kulak silinglar. Şübhisiz ki sizler Allah'ını koyup çoqunuvatkan butlarının hemmisi yıkılgan takdirde mi bir çivinni yaratalmaydı. Aklı bar Adem qandaq mı muşundaq butlarni ma'bud qilib olib ularga cho'qinadi. Chivin ularning bedenidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani elib qochsa, uni chivindan tartib ola olmaydi. Butmu va uningga cho'qing'ichimi ojizdir. Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olganlarning misoli öy yasagan ömüçüknün misaliga o'xshaydi. Ya'ni ömüçüknün uyi onu issiq sovuqdan qo'g'diy olmagandek, ularning cho'qinayotgan butlarimi ular hech qandaq foyda ziyon yetkazolmaydi. Öylerning eng ojizi ömüçüknün uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlar cho'qinmaydi. Allah Teala'nın mundaq bir temsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kelime tayyibe, yani yaxshi söz, iymon kelimesi, yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, Rabbining izni bilan vaqti-vaqtida meyve berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga va'z nasihat olsin deb ular nurg'un temsillarni keltirdi. Yaman söz, yani küfür kelimesi, zimindan qo'mirib tashlangan, hech qandaq qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Allah mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda ve ahiretde mahkam turg'izdi. Allah zalimlar, yani kuffarlarni gumroh qildi. Allah xolig'ini qildi. Allah mundaq bir misal keltirdi. Hech qandaq ishni o'z oldiga bir taraf qila olmaydigan bir qul
biz obdan rizq, ya'ni mo'l mol-mulk ato qilgan va uni yo'shurun yoki oshkor yo'sinda sadaqa qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egisi bu gachini mayli qayerga avatsin, u hech qanday foyda olib kelolmaydi. Yani biri bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib, fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymaganidek, but va toshni hammani bilguchi qudratlik Allah bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning shirk bo'lishiga rozimisizlar? Mujahid Allah Teala'nın Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Mu'minlar Allah Qur'onda keltirgan misollarning hammasining Allah tarafidan bo'lgan haqiqat ekanligiga ishonadi. Allah u misollar orqali mu'minlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Suddi Allah Teala'nın Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi degan oyatining ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va bir turkum sahobalarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala bu misollar bilan munofiqlarni ozdirib, mu'minlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allah Teala'ning ularga keltirgan misollarining o'zlariga uyg'un ekanligini chin dilidan bilib turib, uni yolg'onga chiqarganlik va pashining misoliga ishonmaslik azg'unlik qo'shilib texmi izib ketadi. Mana bu Allah Teala'ning misol orqali ularni ozdirib etganligidir. Ve nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qildi. Ya'ni Allah Teala misol bilan mu'min kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlarning aksicha mu'minlar Allah Teala'ning misollarining nihoyatda uyg'un ekanligini bilib, uningga haqiqiy ishonganligi va uning hidoyatiga, pashining misoliga ishonish hidoyati qo'shilib iqror qilganligi uchun ular texmi hidoyat tepib ketadi. Mana bu Allah misol orqali ularni hidoyat qilganligidir. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Oyatdagi fosiq degan so'z kofirlar va mu'minlarning ichidagi Allah Taolaga osi bo'lgan kishilarni o'z ichiga oladi. Lekin Allah Teala u fosiqlarni tövende kafirlarning sifatlari bilan sifatlaganligi uchun kafirlarning fosiqlari ashaddidir. Allah Teala ularni sifatlab mundaq dedi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah Teala ulashqa buyurgan şeyini üzüp qo'ydi. Ya'ni sil rahmi qilmaydi. Yer yüzüde buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tortqichilardir. Bu sifatlar Allah Ra'id surasida keltirgan sifatga o'xshash kafirlarning sifatlaridir. Mu'minlarning sifatlari bularning aksiga bo'ladi. Allah Ra'id surasida mu'minlar bilan kafirlarning sifatlarining bir-biriga qarama-qarshi ekanligini bayon qilib mundaq dedi.
ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbing tarafidan sana nazil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allah Ta'alaning oyatlaridan faqat aql egirlarila pand nasihat oladi. Ular Allah Ta'alaning ahdiga, ya'ni Allah topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergen va'dasini buzmaydi. Ular Allah Ta'alaning xish aqrabolarga sil rahmi qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Allohdan qo'rqidi. Qattiq hisob elinishdan qo'rqidi. Robbining roziligini ko'zlab yetgan kulfatlarga sabr qildi. Sabr qilganlar. Farz namozni ado qilganlar. Biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Allah yo'lida yo'shurun va oshkora yo'sinda sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladiganlar. Ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa, orqadan yaxshi ish qiladiganlar. Yomonlik qilg'uvchilarga keng qo'soq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ladiganlar. Ayni shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. Ular mengi turadigan jannatga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabrini do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzmanglar. Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar Allah Ta'alaning sil rahmi qilishdan iborat amrini tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ayni shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. Oyatlardagi fosiqlar buzgan va'da, Allah kitoblari va payg'ambarlari orqali kishilarga qilgan nasihati, ularni yaxshi ishlarni qilishga buyurgan buyruqi va yomon ishlardan to'sgan cheklamasi qatorliqlarni ko'rsatdi. Kafirlarning va'dini buzganligi bo'lsa, Allah Ta'alaning nasihatini qabul qilmaganligi va buyurgan yaxshi ishlarni qilmay to'sgan yomon ishlardan yanmaganligidir. Bu oyat kitob berilgan kishilarning kafirlari va ularning ichidan chiqqan munofiqlar to'g'risida kelgan degan ko'z qarashlarmi bor. Bular buzgan va'da bo'lsa, ularning Tavratning ichida kelgan hukmlarga amal qilish, Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lganda u ilib kelgan islom diniga ishinib, uningga ergishishdan iborat Allah ulardan olgan va'dalardir. Ularning va'dini buzganligi bo'lsa, ular payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambarligini bilib turib, uningdan tanganligi va ularning payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelsa, uning payg'ambar ekanligini kishilardan yo'shirib qolmay, uqtirdiganligi haqida Allohga va'da berib bo'lib, va'dasida turmay payg'ambar alayhissalomning da'vatini yoki uning payg'ambarligini kishilardan yo'shirganligidir. Şunu Allah Teala Kur'an'da kitap berilgenler azgını dünyani deb Allah'a bergen va'dasini arkasıga çörivetti deb xabar qildi. Bu ayet kafirlar, müşriklar ve munafiqlarning hammasini o'z ichiga oladi degan ko'z qarashlarım bor. Allohning o'zining barliq ve birligiga ishonishi to'g'risida ularning olgan va'dasi. Allah'ның
özünün barlıq və birlikiga işinishi to'g'risida ulardan olgan va'dasi Allohning özünün alemlerinin Rabbi ekanligini ko'rsatib beradigan faktlarni ularga bayon qilib berganligidir. Alloh taolaning ulardan buyurgan ishlarni qilish va to'sqan ishlardan yenish to'g'risida olgan va'dasi payg'ambarlardan boshqa bir kishi keltirolmaydigan ve ularning haqiqiy payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizalardan iboratdir. Ularning va'daga amal qilmay uni buzganligi pokitlar orqali rostligi isbotlangan narsaga ishonmaganligi, ya'ni Alloh taolaga ishonmaganligi ve payg'ambarlar ilib kelgan dinning haq ekanligini bilib turib ularni yolg'onga chiqarganligi, Alloh taolo tushirgan kitoblarga ishonmaganligidir. İşelmegenlikidendir. Yeni bir ayetning ma'nosi haqida Muqotil ibn Hayyandanmi yuqorida deyilganga o'xshash rivoyat qilindi. İmam Zamaxsharmi bu ayetning ma'nosining mushundaq bo'lganligiga qo'shildi. Alloh ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni sil rahmni qilmaydi. Bu ayetning ma'nosi İmam Qatada degandek urug' chiqqanlar orasidagi sil rahmidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar islom dinidan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi yo sizlar sil rahmini uzib qo'yasizlarmi? Bu ma'noni Ibn Jarirmi kuchlantirdi. Bu oyatda urug' chiqqanlarning orasidagi sil rahminila o'z ichiga elib qolmasdan, buningdan boshqa Alloh sil rahmi qilishga buyurgan barliq narsani o'z ichiga oldi. Ularning Alloh buyurgan ishni qilmaganligi ularning sil rahmini o'zgartganligidandir degan ko'z qarashim bor. Ziyon tortquchilar. Allah Teala'nın en şular ziyan tatqıçılardır degan oyatining ma'nosi haqida Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi. Bu ziyan oxiratda tortiladigan ziyondir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: en şular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. İmam Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala musulmon emas bir odamni Qur'onda ziyon tortdi deb bayon qilsa, u kofir bo'ldi degan ma'noni ifodalaydi. Musulmonni ziyon tortdi deb bayon qilsa, u gunoh qildi degan ma'noni ifodalaydi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: ziyon tortquchilar tijoratchi tijoratidan ziyon tortib, dasmoizdan ayrilib qolganga o'xshash, özlerinin Allah Teala'ga asilik qilish sebebi bilen Allah Teala'nın rahmetinden beriladigan nisibisinden quruq qalgan kishilardir. Shuningdek, munofiq va kofirlarmi Allah Teala'nın rahmetiga en ehtiyojli bo'lgan qiyomat kuni Allah Teala öz bandalariga ato qiladigan rahmetidan ayrilib qilish bilan ziyon tortquchilardir. Allah şükürler olsun. Şunun bilen Bakara suresinin tefsirinin 27. ayetçe okuduk. Ahirini keyin qitimda okuyumuz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.